Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrimizning markazida 5 qavatli domimizning 4-qavatida bir xona sotuv akkumulyator birgalikda ko'rib o'tamiz. Bismillah. Gelebash prixojimiz. Şimdi keng tushgan belli 6-mikrorayon. Parkning yanında, mehribonlik telani orqasida. Bu yan tarafımızda kuxnya, balkon, sanuzel, bu yanımız zal. Şimdi akkuratli görünüşte aboy qilingan ekan. Patologlarımız oppoq. Oynalarimiz almashgan, registr o'rnatilgan, gilam döşenib turibdi. Ural yana arka tarafı Dekkan bozordan dim yaqin. Birimiz sanuzel, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Birimiz o'zi asli kuxnya bo'lgan bo'ladi. Kuxnyani balkonga ko'chirib qo'yibdilar. Bu yerni bir kichkina deski xona qilsangizlar ham bo'ladi, o'tiradigan, choy ichadigan mesta qilsangizlar ham bo'ladi. Birimiz yana kuxnya. Gaz plita qo'yilgan, kotl shira o'rnatilgan. Bu yerni moynasi almashgan yurtdoshlar. Tochkamiz zo'r yerda joylashgan. Uralgan arkasi. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsa 270 million so'm ustunda kelib egasi bilan gaplashib kelishaverasizlar. Kvartira uy-joy sotsak bo'lsangizlar, pastdagi ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.